Boshladingmi? Okay. Xo'p, bugun mana bular kerak emas. Bu bilan. Bugun xullas Ray-Bandan Meta Display ochkisini obzorini qilamiz. Xullas, buni narxiga keladigan bo'lsak, tez gapirib o'taman, video uzun bo'lib ketadi. $882 turadi. Xo'p. Buni taks bilan birga $882 bo'ldi. Aslida $800, $799. Xo'p, qani ochamiz. Bir boshladik. Qani. Bunisi braslet bo'lish kerak. Bunisi ochki. Tak, yerda ham nimadir bor. Yo'q, hech narsa yo'q, bilmadim. Yo'q, hech narsa bo'lsa kerak. Tak. Buni qani ochiladi? Shunaqa ochishim qiyin bo'ldi. Aslida mana bu yerda strelkasi turgan ekan. Bu strelkasini ochish kerak edi. Tak, mana bunaqasi o'zi ochiladi. Bu yerda bunaqa turadi. Bir ikkita qog'oz chaladi. Bu yerda instruksiyasi, ochkisi. Bu yerda QR kod, telefon bilan QR kodni olish kerak. Tak. Опять же. Bu yerda kabeli. Hozircha shu. Ochkisiga keladigan bo'lsak, bu chexol. Tak. Okey. Magnitga o'xshab ochilar ekan. Oh. Unchalik ham og'ir emas. Mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Raspakovkani davom ettiramiz. Bu yerda ham qaqadir strelkasi bo'lish kerak ochish uchun. Yo'qmi? Yo'q. O'zi shunday ochilar ekan. Bu brasleti. Tak. Brasletni ochganimizdan braslet, mana bu yerdan instruksiyasi, qanaqa ishlatilishlari, maintenance. O'zini bu yerda zaryadniki, bu brasletniki. Brasletga kelamiz. Bu magnit bilan yopishadi shunaqa. Juda ham prikolniy narsa. Mana bu yerda chiziqchasi bor. Bu chiziqchasi o'zingiz tomonda bo'lishi kerak. Chap qo'lingiz bo'ladigan bo'lsa, shu chiziqchangiz bu tomonda. Baribir o'ng qo'lingiz bo'lsa ham chiziqchasi o'zingizga qarab turishi kerak bo'ladi. Tak, buni sal kattaroq qilib qo'limizga toqib olamiz hozir. Brasletiga keladigan bo'lsak, agar ochilib yopilaman desa, bunaqasiga ochiq, ya'ni bemalol kirib chiqadi. Yopib qo'yaman degan paytda temirchasi bor, sholkit qilinadi, yopishadi. Yaxshi o'tirdi endi. Tak. Bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Zaryadnik braslet uchun, zaryadnik ochki uchun, qolgan hammasi kerak emas narsalar. Buni ichida ham aslida batareykasi bor. Bu o'zini chexoli, magnitda ochki yopishib turadi ichida. Hatta juda ham prikolniy. Bu yerda ham shu qog'ozchalar, salafanchalar, tam tuda-suda tam. Materialga keladigan bo'lsak, qanaqadir qimmat materialdan qilingan. Prям seziladi. Ochkiga keladigan bo'lsak, ko'rinib turibdi. Qimmat plastiklardan yasalgan, glyansiy. Ustida knopka bor, ochkida kamerasi bor. O'zining emblemalari va ichida ekrani bo'ladi. Hozircha yondirganimiz yo'q. Buni yondirib sizlarga hozir yana obzorini ko'rsataman. Tak. Qani? Xullas, gadjetga keladigan bo'lsak, bu taksi bilan birga $882, boydan chekini ko'rib o'tdingizlar. Mana shunaqangi brasleti upravlyat qilinishiga keladigan bo'lsak, mana bunaqasiga mishka, masalan, tepa, past, yonga, u yoqqa, bu yoqqa. Bunga keladigan bo'lsak, aynan vibrate qilish kerak bo'lsa, masalan, galereyaga kirmoqchi bo'lsangiz, bosasiz, bunisi nazad bo'lar ekan. 2 marta touch qilsangiz ekran yonadi, 2 marta touch qilsangiz ekran o'chadi. Primoy, bu yoqqa knopkasi bor.
primoy bosib, bitta bossangiz rasm oladi, bostirsangiz video oladi. Bundan oldingi Meta ochkilarda ham xuddi shunaqa edi. Ko'rib o'tgan bo'lsanglar, endi men buni oldin qilmaganman, lekin boshqa videolarda sizlar ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Mana bu yerda sensori bor. Bu sensori ovozni baland, past qilishi uchun, masalan, siz video ko'ryapsiz yoki qo'shiq eshityapsiz, o'zini naushniklari borishadi. Ili yoki ham bitta narsa, qo'lingizda touch qilgan holda bunday qilsangiz baland bo'ladi, touch qilgan holingizda bunaqa qilsangiz ovoz past bo'ladi. Shunaqa funksiyalari ham bor, yana juda ham ko'pdan ko'p funksiyalari bor. Navigatsiya, galereya, soобщениyalarga javob berish, WhatsApp, Instagram, yana bir balolar bor deb hammasini ko'rmadim. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana qanaqa funksiyalari bor desanglar, bundan keyingi videolarni, ya'ni aynan shu Meta haqida video qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.